Tirişish ve tirishchanlik balkim hammamizning hayotida nihoyat ko'p anglagan so'zlardan biri bo'lsa kerak. Shundaqla tirishchanlikning badalsiz va ter to'kmasdan yaxshi natija bermaydiganligimi hammamizga ayon bir haqiqat. Shundaq bo'lsa-mu ba'zi yoshlarda hurulliq va tayyortoblik avj olgan bo'lib, kelgan qiyinchilik va mushaqqatlarning sababini o'zidan izlamasdan, taqdir peshonasidan og'rindigan, ter to'kib tirishishning o'rniga o'zi va atrofidagi kishilardan vaysash bilanla oltindan qimmatli yoshligini zoya qilib etadiganlar haqiqatan oz emas. İzzat va sharaf bilan yashashga eng ko'p buyurgan bu dinning azimat yigitlari zehni va kuchini xo'rtishning badaliga izzati va obro'yini xo'ratmoqda. Erishgan sanoqsiz ne'matlardan unumli foydalanish orqali vatani va millatiga sharaf keltira oladigan fursatlarni qo'ldan qochirib qo'ymoqda. Har bir xatolikni boshqalardan izlash, o'zidagi illatni tuzatmaslik, o'zini muvofiq shaklda tushunib taraqqiy qildira olmaslik, xatolikning xatolik paytida davomlashishi qatorliq ahvollar o'zimiz bilan tugamasdan millatimiz va dinimizning sha'niga dog' tushiradiganligini haqiqiy tushunishdan to'liq yiroq yashayapmiz. Bundaqda tirishmay turib utuq qozong'il bo'lamdi? Albatta ba'zi kishilar udul kelgan sharoit va fursatlar soyasida ko'p jafo chekmaylar utuq qozonishi, dunyo va oxiratda baxt saodatga erishtiradigan yaxshi xizmat o'rni, ko'zni xursand qiladigan yaxshi oila qura olishi, ota-onasining yuzini yo'riq qiladigan yaxshi farzandlarga erisha olishi mumkin. Ammo bu faqat nihoyat oz uchraydigan bir hodisa. Ammo ko'pincha kishilar Allohning bergan ne'matlarini qadrlab, voyaga yetkazib tirishish orqali o'zining jamiyatdagi obrazini tiklaydi. Erishgan natijalari bilan yaxshi xizmat topadi. Solih oila qurib chiqish uchun payg'ambarning ko'rsatmasi bo'yicha umrlik hamrohini tanlaydi. Ballarning tarbiyasi uchun kuch sarf qiladi va oxirida muvaffaqiyat qozongan oila qurib chiqadi. Garchi ikkala natija o'xshashdek ko'rinsa-mu, uning elib boradigan yo'llar farqli. Shundaqla amalga oshish nisbatimi o'xshamaydi. Yaxshilik yo'lida besilgan har bir qadamga ayrim ajr beriladigan ummatning bir a'zosi bo'lish sifatimiz bilan ta'layga emas amalga, orzuga emas reallik va Allohning va'dasiga ishongan holda tirishishimiz texim afzal bo'lsa kerak. Payg'ambar alayhissalom tugini bog'laymanmi yoki Allohga tavakkul qilamdim deb so'ragan kishiga tugini bog'lag'in va Allohga tavakkul qilgin deyish orqali biror ishni planlaganda amaliy va konkret sabablarni qilgandan keyin tavakkul qilish va shu bo'yicha ijro qilish kerak ekanligini bayon qilgan. Uning ustiga tirishishning natija berishi ta'layga qaraganda texmi aniq, texmi konkret. Bir laqatim berildigan hayotda ishlarimizni ta'layga bog'lash ahmoqonlikdan boshqa narsa emas. Ajdodlarimizdan izzat va sharaf ustida meros qolgan diniy va milliy boyliklarimiz bizni har vaqt, har qanday sharoitda bo'yin egmaslikka, bel qo'yvatmaslikka, umid va ishonch bilan alqarab menishga undaydi. İnsanlarni qassoqla oltin beradigan kallarga o'xshatgan suyumlik payg'ambarning ummati o'zini qizib chiqishni bilish kerak. Payg'ambar alayhissalom insonlar oltin kumush kanlarga o'xshaydi. Jahiliyatda yaxshi kishilar islomni to'g'ri tushunsa eng yaxshi kishilardir degan. Endi tirishmaslikka yana bahoningiz bormi? Bahoni izlash g'oyasiz, himmatsiz ojizlarning quroli. Kuchli g'oya va qimmat qarashga ega kishilar bahonining o'rniga amaliy harakat qiladi. Bu orqali g'alaba qiladi yoki g'albaga yaqinlashadi. Harakat qilg'uchiga Alloh barakat beradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Biz uchun kurash qilganlarni albatta biz yo'llarimizga yetaklaymiz. Shak shubhisizki Alloh taolo ihson qilg'uchilar bilan billah deydi. Ya'ni biz tirishsaqla Alloh taolo bizga ishlarimizni oson qiladi va bizni eng yaxshi yo'llarga yetaklaydi. Bu Allohning haq va'dasidir. Ajdodlarimizmi yuqorqi oyatning ruhi bo'yicha harakatni barakat deb to'limi to'g'ri aytgan. Shundaqla biz bugun har bir millat va yoki har bir davlat o'z tirishchanligi va badallari bilan taraqqiy qilayotgan davrda yashayapmiz. Mayli ilmiy, madaniy jihatda bo'lsin, mayli iqtisodiy va siyosiy jihatda bo'lsin, ko'p mablag' salganlar dunyoning iqtisodiy va siyosiy poytaxtiga aylanmoqda. Uyg'urlarmi har jihatdan dunyodagi o'rnini elishga tirishayotgan bu paytlarda ixtisoslik va iqtisodlik kishilarga to'liq ehtiyojimiz bor. Bundaq parlaq kelgusi albatta yoshlikdan boshlangan dasmoya va tirishchanlik bilan zich munosabatli. O'zimiz uchun emas, millatimiz va vatanimiz uchunmi o'zimizni yetildirishga ehtiyojimiz bor. Qisqa vaqt ichida jih foyda olishning g'amida yillarini behuda va foydasiz ishlar bilan o'tkazib, yoshligimizni zoya qilishning badaliga kelgusi uchun azroq taraqqusimiz kerak. Yoshligimizdagi jo'shqin ruh va tezbikmas irodani amaliy kuchga aylantirib, qisqa va uzun muddatli plan bo'yicha hayotimizni ma'noga ega qilaylik.
Undaqda qanday qilamiz? Birinchi, til jihatda jismoniy kuch yoki amaliy iqtidor jihatda boshqalardan farqli bir alohidaligimiz bo'lsin. Bu bizning utuq qozonishimizda halqiliq rol o'ynashi, hatto birdan-bir chiqish yo'limiz bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi, yashayotgan jamiyatdagi bo'shliqlarni bayqash va qanday qilganda shu o'rinni to'ldirish haqida izlanishlarimiz bo'lsin. Bu orqali hayotimiz ma'lum nisbatli kafolatga ega bo'ladi va kelgusi planlarimiz texmi mustahkam va konkretlashadi. Uchinchi, qilayotgan ishimizni yaxshi qilish va har vaqt taraqqiy qildirish, atrofimizdagi raqobatchilardan har vaqt ustun turishga ahamiyat berish kerak. Payg'ambar alayhissalom biror ishni qilganinglarda puxta qilishinglarni Alloh yaxshi ko'radi deyish orqali bizni rag'batlantirgan. Shundaqla ahvolimizdan xursand bo'lib, mamnuniyat ichida alg'i bosmaslik, o'zimizga talabchan bo'lmaslik bizning keyingi mag'lubiyatimizga ul selishi mumkin. Oxirida kelgusiga umid bilan boqadigan har bir yoshga dunyo va oxiratda utuq tilaymiz. G'alaba yo'lida to'langan badallarga ulug' Rabbim katta ajrlarni ato qilsin.